Davom etamiz. Jizzaxda Obod xonadon, Obod ko'cha va Obod mahalla respublika ko'rik-tanlovining quyi, ya'ni mahalla bosqichlari o'tkazilmoqda. Jumladan, Paxtakor tumani markazidagi Samarqand mahallasining eng obod ko'cha va Obod xonadoni aniqlandi. Mahallalarda obodlik va farovonlikni ta'minlash, aholi daromadini oshirish, milliy qadriyat hisoblangan qo'ni-qo'shnichilik munosabatlarini yanada mustahkamlashga qaratilgan ko'rik-tanlovning dastlabki mahalla bosqichlari joylarda uyushqoqlik bilan tashkil etilmoqda. Jami 15 ta mahallaga ega Paxtakor tumanida ham eng obod manzillar hududiy kengash a'zolari tomonidan saralanyapti. Xususan 3236 nafar aholisi mavjud Samarqand mahalla fuqarolar yig'ini ham keyingi yillardagi tashabbuslar bilan obod manzillardan biriga aylangan. Mahallada jami 11 ta ko'cha bo'lsa, 650 dan ziyod xonadon mavjud. Oilalar qanchalik totuv va turmushi farovon bo'lsa, ko'chasi ham obod bo'ladi. Bu insonlarning yashash tarzi, madaniyatini ham ko'rsatadi albatta. Mahallalar uyushmasi Paxtakor tuman bo'limi mazkur mahallaning faollari, ko'cha oqsoqollari ishtirokida har bir ko'cha va munosib deb ko'rsatilgan xonadonlar ko'zdan kechirildi. Nizom shartlariga muvofiq baholanganda mahalladagi Ibn Sino ko'chasi eng obod ko'cha, Yoqubovlar xonadoni bo'lsa, eng obod xonadon deb topildi. Bizning ko'chada hamma oilalar gulni yaxshi ko'radi. Keyin bu oilalarda ziyoli odamlarimiz ko'p. Masalan, uyda kutubxonasi bor oilalarimiz ko'p. O'zlarining oilaviy sharoitini ham yaxshi. O'sha hammasi mehnatidan keladi. Asosan hammamiz mehnat qilamiz. Masalan, men hali gulchilik qilaman, o'sha jo'ja ochiraman, harakat qilaman. O'zim chevarman. Oilamda shu kelinlarimni ham harakatdan to'xtatmayman. Mana bittasi tadbirkor, ham o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Ikkinchisi chevar. Uchinchi kelinim ham maktabda ishlaydi, ham uyda bola tarbiyasini shug'ullanadi. Unga ham bo'sh o'tirma deyman. Bo'sh o'tirganda fikr buziladi. Agar bo'sh o'tirganda birorta narsa o'qib o'tirsa, bolasi shuni ko'radi. Siz bolangizdan biror narsani kutish uchun avval o'zingiz o'sha narsani qilishingiz kerak. Mana farzandlarim bittasi hozir katta hunarmand, katta o'g'lim bankda bosh hisobchi. Uchinchi o'g'lim kollejda ustoz. Men hammaga mehnat qilishni o'rgatsa deyman bolasiga. Mehnat qilgan bola toza fikrlaydi. Tanlov yakunida eng obod ko'cha va eng obod xonadon egalariga tashakkurnomalar topshirildi. Mahalladagi qolgan ko'chalar va xonadonlarni ham obod qilish kerakligi ta'kidlandi. Buning uchun aholi bilan manzilli ishlash, ayollar bandligini ta'minlash, tadbirkorlikni rivojlantirish, jinoyatchilikni oldini olishda faollar mahalla erkinligi bilan samarali ish olib borish kerakligi ta'kidlandi. Shuningdek, kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish, aholini hushyorligini oshirish yuzasidan targ'ibotni kuchaytirish bo'yicha vazifalar kelishib olindi.